Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Yana bitta obyektimizning qozonxonasi, ya'ni kotelnisini deyarli yakuniga yetkazganmiz. Ko'rib o'zingizlar baho berishingiz mumkin. Xo'p, ko'pchilikga savol tug'ilishi mumkin, nima uchun kotelni, ya'ni qozonxonaga mana shunaqa nerjivikatsiya turibdan biza foydalanganmiz degan savol albatta tug'ilishi mumkin. Foydalanganimizning asosiy sababini tushuntirib o'taman. Bu obyektimizning isitish tizimida konditsioner kotellardan foydalanganmiz. Mabodoga gaz bo'lmay qolgan taqdirda kelajakda ko'mir kotel qo'yish ehtimoli yuqorishi uchun mana shunaqa nerjivika atsinkovka turbalardan foydalaning. Временный zapravka qilganmiz, ko'rishingiz mumkin. Mana turbalardan foydalaning, bularni olib tashlaymiz. Tozalab zapravka qo'yganmiz. Yana bitta sabablari ko'p. Kotelni nerjivik atsinkovkadan qilganimizdan keyin ish haqiqatan ideal bir tekis chiqadi. Ko'rishingiz mumkin. Tagi mana shu joyi istashga bo'ladi, yopiladi, faqat mana bu qismi ko'rinadi. Ish haqiqatan bir qaraganda akkurat ideal turadi. Baho berish o'zingizlardan. Xo'p. Endi savol narx-navosiga to'xtaladigan bo'lsak, bunaqa ish qilgandan keyin narx-navo qanaqa bo'ladi? Ya'ni xo'p, usta haqqi qanaqa? To'g'ri, kotelni biz asosan foizga teramiz, ya'ni 20% dan 35% gacha mana shu qozonxonani teramiz. Общий narx-navoga nimalar kiradi degan savol tug'ilishi mumkin. Общий kotelning nima bo'lsa, misol mana qo'ygan rashbaklarimiz, mana shu nasos, pasos, kran, zapor armatura mamli kotellar общий kiradi. Biz foiz hisoblaganimizda общий kirib ketadi, unaqa narx kiran hamma narsa kiradi. Misol mana shu kotelingizga o'rtacha 100 million ketgan bo'lsa, misol uchun 100 million ketmadi-yu. Ketgan taqdirda biz 20 million usta haqqi olamiz. Mana shu qozonxonamizdan terganimiz uchun mana shu holatda. Endi kommentariy yozib ketinglar, mana shu holatda terganimizga 20 million usta haqqi olsak biza ko'pmi yoki kam? Kommentariyada yozib qoldirsanglar biza xursand bo'lgan bo'lardik. Xo'p, bunaqa nerjivika turbalardan kotelni tergan yana bitta plyus tomoni, erta turbalar sarg'ayib ketmaydi. Hamma kirgan vaqtda did bilan istishni akkurat ideal holatda turadi. Bu aytganda turba hech sarg'ayib ketmaydi, uni akkurat turadi. Mana shu kafilgacha istashga bo'ladi, yopiladi. Istashga olib kafil teriladi. Xo'p, bunaqa ish qilish qiyinmi degan savol baribir tug'ilishi mumkin. Kallan ishlatib qilsa, unchalik qiyin emas, faqat apparatlar bo'lishi kerak. Turbareys, press apparat bo'lsa, unaqa qiyin emas. Agar birinchi marta ishlatayotgan odamlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishsin, nomerlarni yozib qoldirsa, biz o'zimiz tushuntirib yuboramiz. Farqi yo'q. Qanaqa mahsulotni ishlatasizlar, farqi yo'q. Shunaqa bu narsa ish qilmoqchisiz deb yozsanglar, biz yordam qilamiz. Qanaqa qilinishi haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bizda unaqa qizg'onish yo'q, ya'ni bilgan bilimimizni qizg'onish degan narsani o'zi yo'q. Bemalol so'rasanglar, qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. Oddiy, bir-biriga keladi. Xuddi kanalizatsiya turbasi bir-biriga kelganda keladi, sanligi bo'ladi, faqat e'tibor qaratish kerak. Sanlik chiqib ketmaganiga tiqiladi, keyin press qilinadi. Odam qilgan ishni odam qiladi deydi-yu. Eng muhim narsa sistemadagi temirlarni ishlab qolish uchun xurushilonga dishlamator qo'yganmiz, separator qo'yganmiz, sistemadagi havolarni chiqarib tashlash uchun rashbaklar qo'yganmiz. Kotelimiz bo'yicha kimda qanaqa savol bo'lsa bemalol berish mumkin. Qo'ldan kelgancha javob berib ketishga harakat qilamiz. Har doim gapimiz sizlardan ko'p narsa ketmaydi. Yurakchan shunday qizartirib qo'ysanglar, bizga qanaqadir motivatsiya bo'ladi. Yana ko'proq video qo'yib boramiz.